Sraz aytaman, bu joyda oldin sotishgan, sotib olgan odam pulini vaqtida qilib bera olmagani hisobiga boshqatdan sotuvga qo'ydik. Hozir men sizlarga buni obzorini qilib beraman. Bu oldi tomoni mana 4 taga bo'lingan. Xohlasanglar arendaga bersanglar ham zo'r joy. Mana ichlar bilan tanishtiraman sizlarga hozir. Bu tomonda magazin qo'ysangiz ham produktda. Prilavka hamma yo'llari joyida. Bu joyimizda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q, kanalizatsiya hamma yog'i bor, hujjatlari ham joyida ekan. Bitta skeleti bor narsa qo'ygani. Bu tomondan chiqamiz. Sразу bu tomonda уже PlayStation ishlayapti. Mana yana bitta xonamiz. Qaranglar yaxshilab. Salon qilasizlarmi? Bu tomonda PlayStation. Va yana bitta xonamiz mavjud. Bu yerdan chiqamiz. 4-xona mana arendaga berib qo'ysangiz ham bemalol plyusni chiqarib olasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Qulay tomoni domlarning ichida noturar joyimiz, turar qilsanglar ham bo'ladi. Bitta hovlicha qilib qo'ysalaring, oldi tomonni magazin qilsanglar ham zo'r variant. Bunachilar mana qaranglar, pishgan g'ishda ikkita xona, kuxnyasi, atroflari, zaborlari bo'lgan, chiroyli qo'ygan. Eng qiziq tomoni hamma tomoni domlar bilan o'ralgan. Mana sizlarga zo'r joy. Bu joyimizni oldin 45 ming qo'yishgan ekan, 44 mingga tushirib qo'ydim. Yana tushadigan xonasi bor. Kimga kerak bo'lsa pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin. Bilasizlar, bu tomon Rishton markazidan kelganingizda, Dahbet Mafeyada, mana shu joyimizda.